هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Tur tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tur suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Tur Mekke'de nazil bolgan 49 ayet. Sure Tur'nun fazilet to'g'risida İmam Malik Jubayr ibn Mut'imning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisalomning mag'rib namozida Sure Tur'ni o'qiyotganligini angladim. Men onun ovozidan yoki qiroatidan chiroyli hech kimning ovozini anglab boqmadim. Buni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Ummu Salimaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men tenimning ojizlashib qolganligini Payg'ambar alayhisalomga aytdim. U siz uloqqa minib kishilarning orqadan tavob qiling dedi. Men shundaq tavob qildim. Payg'ambar alayhisalom shu chaqda Baytullohning yonida Sure Tur'ni o'qib namoz o'qiyotdi. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tur teg'i bilan qasamki, ochiq qog'ozga yozilgan kitob, ya'ni Qur'on bilan qasamki, Baytul Ma'mur bilan qasamki, osmon bilan qasamki, qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki, Rabbingning azobi cho'qim yuz bergisidir. Uningga hech odam qarshi tura olmaydi. U kunda osmon qattiq tavraydi, tog'lar qattiq sayr qiladi, ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi. U kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy. Ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir. U kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgamsizlar? Do'zaxga kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Allohning azobining cho'qim bo'ladiganligini ta'kidlab qasam qilishi to'g'risida. Allah Teala o'zining buyuk qudratini ko'rsatadigan maxluqotlari bilan qasam qilib, düşmanlarini cho'qim azoblaydiganligini, ulardan u azobni hech dab'iy qilg'uchining bo'lmaydiganligini bildirdi. Turtig'i Allah Teala uning ustida Musoga so'zlagan, uningdan keyin Isoni payg'ambar qilib avatgan taqqa o'xshash usti dal-daraxt bilan qoplangan taqdir. Dal-daraxt bo'lmagan tog' Turtig'i deb atalmaydi. U faqat tog' deb oddiyla atiladi. Ochiq qog'ozga yozilgan kitob, ya'ni Qur'on bilan qasamki, ba'zi tafsirshunoslar bu kitobni Lavhul Mahfuzdir deb tafsir qildi. Ya'ni ba'zilar yezilib nazil qilingan kishilarga ochiq oshkor o'qib berilgan kitoblardir deb tafsir qildi.
Beytul Ma'mur bilan qasamki, İmam Buxoriy va Muslimning rivoyat qilishicha, Payg'ambar alayhissalom Isro haqidagi hadisda o'zining 7-qavat osmonga chiqqandan keyingi ahvolni so'zlab mundaq degan: Ondan keyin men Beytul Ma'murga o'riltildim. U yerga har kuni 70 ming farishta ibodat qilg'ili kirdi ekan. Farishtalarning ko'pligidan ularga u yerga yana bir qitim kirishga navbat tegmaydi ekan. Ya'ni farishtalar Beytul Ma'murda ibodat qiladi. Go'yo ahli zamin Ka'bani tavob qilgandek, ularmu Beytul Ma'murni tavob qiladi. Beytul Ma'mur 7-qavat osmondagilarning Ka'basidir. Şuna Peygamber aleyhisselam osmonga o'rtilganda Allah Teala'nın do'sti İbrahim aleyhisselamning dumbisini Beytul Ma'murga yulab turganligini ko'rdi. Chunki u zaminning Ka'basini bino qilg'uchidir. Mukofot amalning o'z tipidan bo'ladi. Beytul Ma'mur Ka'baning dal udulig'i to'g'ri keldi. Her bir osmonda birdan uy bo'lib, shu osmondagilar uningda ibodat qiladi. Allohga namoz o'qiydi. Dunyo osmonidagi, ya'ni 1-qavat osmondagi uy Beytul Izzat deb ataladi. Osmon bilan qasamki, Sufyan Savri Alining bu oyatni osmonni biz bexatar uyguzi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar osmondagi kun, ay, yulduzlar o'xshash Allohning borlig'ini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatlidir degan oyat bilan tushuntirganligini rivoyat qiladi. Mujahid, Qatada, Suddi, Ibn Jurayj va Ibn Zayd qatorliqlarmu shundoq tafsir qilgan. Ibn Jarirmu bu qarashga qo'shilgan. Qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki, ko'p sondagi tafsirshunoslar oyat tilga ilingan dengiz dunyodagi dengizdan iborat bo'lib, qiyomat kuni u o't bo'lib yondiriladi deb tafsir qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki, ya'ni lavuldab, gurkirab o't dengiziga aylanib qiyomat maydonidagilarni o'rab turdi. Buni Said ibn Musayyab Ali ibn Abu Talib'dan rivoyat qilgan. Ibn Abbasning mushuning o'xshash deganligi rivoyat qilingan. Said ibn Jubayr, Mujahid, Abdullah ibn Ubayd va boshqalarmu shundoq tafsir qilgan. Qatada bu oyatni suv bilan to'shqizilgan dengiz bilan qasamki deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Bu qarashga Ibn Jarirmi qo'shilgan va bugungi kunda dunyoning dengizi o't bo'lib yongan emas, balki suv bilan to'shqizilgandir degan. Rabbingning azobi cho'qim yuz bergisidir. Mana bu yuqoridagi qasamlarning javobi bo'lib, kofirlarga bo'ladigan azobning cho'qim yuz beradiganligini ta'kidlaydi. Alloh taolo keyingi oyatda mundaq deydi: Uningga hech odam qarshi tura olmaydi. Ya'ni agar Alloh u azobni ularga iroda qilsa, uningga qarshi turib, ulardan u azobni to'sadigan hech odam yo'q. Abu Bakr ibn Abu Dunya, Ja'far ibn Zayd Abadiyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kechasi Umar Madinaning ahvolini kuzatish uchun sirtga chiqdi. U bir musulmon odamning uyining udiga kelganda, uning o'r turib namoz o'qiyotganligiga to'g'ri kelib qoldi-da, to'xtab turib uning qiroatiga quloq soldi. U to'rtig'i bilan qasamki degan yerdan o'qib, Rabbingning azobi cho'qim yuz bergisidir. Uningga hech odam qarshi tura olmaydi degan yerga yetganda, Umar Ka'baning Robbi bilan qasamki, bu bir haq qasamdir dedi. Ondan eshigidan tushib, tamoq yo'langunicha bir oz turib qoldi. Ondan uyga qaytib ketdi.
Şunun bilan Ömer radıyallahu anhu bir ay ağrıp yetip kaldı. Kişiler onu yoklap turdi. Biroq uning nima kasalga giribdor bo'lganligini ular uqmaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Azap günü bo'lgan qiyomat kunining sifatlari to'g'risida. U kunda osmon Allohning amriga bo'ysunib, aylangan holatda bir-biriga so'qilib, qattiq tavraydi. Tog'lar qattiq sayr qiladi. Ya'ni tog'lar zimin ustidan yo'qilib, titilib, parchalanib, chang to'zangdek tozib uchib yurdi. U kunda payg'ambarlarni inkor qilganlar voy. Ya'ni shu kunda Allohning ularni azoblaydiganligi va qattiq jazolaydiganligi uchun ularning holiga voy. Ular dunyoda g'aflatga cho'milgandir. Ya'ni ular dunyodagi chaqlarda botilga cho'mib, dinni masxar qilgan va o'yinchiq qilib olganlardir. U kunda ular davzaqqa qattiq ittirildi. Davzaqqa muakkil farishtalar ularga taptana va malomat qilish yuzidan mana bu sizlar yolg'onga chiqargan davzaqdir deydi. Ularga yana ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'mayyotamsizlar? Davzaqqa kiringlar. Ya'ni hamma atrofidan o't o'rab turgan davzaqqa kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Ya'ni sizlar davzaq azobiga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, u sizlar uchun baribirdir. Sizlarga uningdan hargiz qichish va qutulish yo'qdir. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortsizlar. Ya'ni Allah hech kimga zulm qilmaydi, balki har bir odamga qilmishi qarata mukofot va jazo berdi. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular Rabbi bergan narsalar bilan huzurlanadi. Rabbi ularni davzaq azobidan saqlaydi. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yenglar va ichinglar deyiladi. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yulangan holda o'ltirdi. Shahlo ko'zlik o'rlarni ularga jup qilib beramiz. Baxt saodatga erishguchilarning yaxshi oqibati to'g'risida. Allah Teala baxt saodatlik kishilarning ahvolidan xabar berib mundaq deydi. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Mana bu ana shu azob oqibat ichida bo'layotgan badbaxtlarning dal aksichi bo'ladigan ishdir. Ular Rabbi bergan narsalar bilan huzurlanadi. Ular Rabbi bergan narsalar bilan huzurlanadi. Ya'ni ular Allah Teala ularga bergan yemek-içmek, kiyim-kechak, turalg'i joy, at ulaqlar va uningdan boshqa kishilarga huzur bag'ishlaydigan turli ne'matlar bilan huzurlanadi. Rabbi ularni davzaq azobidan saqlaydi. Ya'ni Allah ularni davzaq azobidan qutqizadi. Ayni shuning o'zila ularga yetarlik ne'matdir. Uning bilan birga ularga yana jannatga kirish, jannatga ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan va insonning diliga kechib boqmagan turli noz-u ne'mat va xo'shal xo'ramlik qo'shib beriladi. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yanglar va ichinglar deyildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal xo'ram yanglar, ichinglar deyildi. Ya'ni mana bu mukofot Alloh taoloning ularni davzaqdan qutuldirganning ustiga ularga ortiq ato qilgan marhamati va yaxshiligidir.
Ular qator tizilgan taxtlar ustida, ya'ni atrofi pardalar bilan bezalgan, bir-biriga qaritib qator qo'yilgan taxtlar ustida yo'langan holda o'ltirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ular nozu ne'matlik bog'larda taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'ltirdi. Shahlo ko'zlik hörlarni ularga jup qilib beramiz. Ya'ni ularga shahlo ko'zlik hörlardan qadinas, yaxshi, chiroyli ayollarni nikohlab beramiz. Shahlo ko'zlik hörlarning sifatlari yuqorida bir qancha o'rinlarda tafsiliy bayon qilinib o'tib ketdi. Shunga uni bu yerda qayta takrorlash hojatsizdir. Alhamdulillah, yuqorida Sura Tur tafsiridan 20-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.